Kommentariyada Gentra Cobalt avtomobillardan bo'lsin deb so'ragan klientlar uchun Gentra avtomobili full komplektatsiyada xudo xolasa moshina etib ustanovkalarni qilib berdik. Ustanovka idealni chotki darajada chiqdi xudo xolasa. Kommentariyalarda nov mashina obzor kerak bo'lsa, metan yoki propan bo'yicha kommentariyada yozib qoldirsangiz, shunga qarab xudo xolasa biz harakat qilamiz shu mashinalarning videosini chiqarib berishga. Bir ikki klientimiz so'radi, Gentra avtomatni chiqib turadi, inchik narsa qo'yasizlar deb. Bu komplektatsiyamiz eng full komplektatsiyada bo'ladi. Stack Gofas оборудование bilan qo'yilgan. Kompyuterlari Polski оборудование bo'ladi. Reduktorimiz Adax toza chiqqan reduktor bo'ladi. Xitoyniki, lekin firmaning narsa 2 yil garantiyasi bor. Injektorlarimiz W03 injektorlarda sportiniy variantda stack оборудование bo'ladi. Ustanovka ham o'qiding. Valloh moshina deb ustanovka qilib berdilar. Klientimiz haydab ko'rib keldi, hozir kompyuter diagnostikalarini qilib berdik. Ustanovkalari yurishlari moshinada klient ayaqda. Kulchatir qismini endi ishga qo'yib berganmiz. Kulchatirlarni har xil podsvetkada qilsa bo'ladi. Go'y, qizil, sariq, yashil. Salonni ichki podsvetka tuzatgan bo'lsangiz, shunga qarab o'tib bersa bo'ladi. Balon qismini keladigan bo'lsak, 90 litrlik bilan zavodskiy postavkalar bilan idealni qilib ustanovka qilib berdik. 90lik, 80lik, 75, 65 tushaveradi. 100lik qo'ysa oladi, 100lik ikki taraf kireladiek qoladi. Lutchi 90lik qo'ygan yaxshi. Gentra Lasetti avtomobillari. 90 litrlik balon bilan avtomat korobkalar bugungi kunda 180-200 km shaharning ichida yurib turibdi. Xizmatlar bo'yicha pastda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu ustanovkamizni bugungi narxi 7 million so'm bo'lib turibdi. Ichida korobka motor programmasi и zavodskiy postavkalari, postavkani ko'rsatib o'tdim men. Zavodskiy postavkalar bilan moshina deb tushgan. Yo'q, programmalar kerakmidi, zavodskiy postavka kerakmidi desangiz 6,5 million so'm qilib bersak bo'ladi bu ustanovka. Xohlasangiz arzonroq variantlar ham bor, 5,5-6 million. Ular ham original komplektasiya, ular ham 2 yil garantiya oladi, lekin bunday sportiniy variantda full komplekt bo'lmaydigan gapni qisqasi. Xullas, garaverasiz, servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi.